hurmatli Shavkat Mirziyoyev fermerlarimizni otishi yuqorida turgan tashkilotlar, bank bular qiynayapti. Orzu havas yo'llari fermer xo'jaligini raisiman 4 kundan beri balam bilan qatnayman. Holi 3 oylik ham to'lgan yo'q. Bug'doyim ozgina orqada qolgan. Dori mineral setsam yetib oladi. Qolgan bug'doylarni tomchilatish, yomg'irlatish kreditim bor. Bular umuman bug'doyimga mineral bug'ga pul ajratmayapti. Agrobank Murod tanovlari qo'l ostidagilari sizdan Orzu havas yo'llari fermer xo'jaligi fermerlikka kelishingizni so'rab qolaman. Kosondagi fermerlar qanchalik ezilayotganini kelib ko'ring. Menga o'yin qilganda bank kattasiga kiruvdim kecha. Bank kattasi ber, noinsoflar deb aytuvdi. Bugun yana shu ahvol. Murod Jamol degan musur ifloslar qiynagan o'tgan yil ham shunday qiluvdi. Bir so'm men texnik xarajatlar uchun olmayman, kistamdan sarflayman hammasini, lekin ular mana shunday qiladi. Boshqa fermerlarga o'xshab dorimni sotmasam, yerga bersam, men yerim 20 yildan beri ishlatilmagan yerni men yer qildim, tomchilatish qildim, yomg'irlatish qildim. Hokim bilan tortishib bilan shuni qildim. Nimaga bular bunday qiladi? Bular ustidan ko'rib chiqayotgan tashkilot bormi, yo'qmi? Shunchalik qiynash shartmi? Ayol kishini ham shuncha qiynaydimi? Har kun ketkazadi. Shirintepa hududida nechtadir fermerni majburan yerini oldirdi. Notariusga tepasiga borib o'tirib, endi men ham yerimda olmoqchiman, shunday qilib moralni ezib, bug'doyga pul chiqarmay Xitoyga bermoqchimisizlar? Olinglar, kerak emas yer. Shunaqa qiynamasdan turib, men yeringni xitoyliklarga beramiz desak deylar. Men aytaydim, mayli, beringlar xitoyliklarga deb. Shuncha mehnat qilganman u yerga. Aka, yer qo'rg'on bormi? Fermerlar qiynashdan nima maqsad topadi bular? Hamma necha ming fermer sotadi, boshqa qiladi dorisini. Men sotmasam, dorisini boshqa qilmasam, zayu kistamdan to'lasam texnika xarajatlarini, dori sepadi, boshqa qilayotganlari, yerni haydagan, tekislanganini, lekin yerini men qiynalaman. O'tgan yil ham shunday qiluvdi. Qiynaluvdim. O'tgan yil ham paxtaga shunday quvdi-ku. Nima bular ustidan ko'rib chiqadigan odam bormi, yo'qmi? Paxtani ham kiritgan joyga kirgizib tayladi. Doriga kech qoldirdi. Isalarkaga kech qoldirdi. Paxta pulini yer bilan bitta qildi. Xo'p dedik, endi bug'doyga kelgan bug'doy dorisi kechga qolyapti. Bug'doy unib chiqmagan deb o'yinchilik qilib, bir-biriga o'yinchilik qilib soladi bular. Senga bor, onangga bor. Kimga murojaat qilaylik? Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, kimga? Siz ayollar hurmat qilaysiz-ku. Siz ishlagan odamlar yaxshi ko'raysiz-ku. Balam bilan ishlab yuribman. Hali 2,5 oylik, 3 oylik ham bo'lgani yo'q. Otam ishlamaydi, onam ishlamaydi. Otamni ham, onamni ham shu fermerlik orqasidan boqaman deb yuribman. Yomg'irlatishim bor, tomchilatishim bor. Ularni qanday yopaman? Hurmatli Shavkat Mirziyoyev. Qashqadaryo viloyati Koson tumaniga kimdir gapiradimi? Fermerlar qiynaldi-ku.